Namanganda iqtidorli maktab o'quvchilari tomonidan zamonaviy texnologiyalarga asoslangan 10 ga yaqin imkoniyatlarni o'zida mujassam etgan aqlli parta loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu innovatsion qurilma o'quvchining dars jarayonidagi faol ishtirokini nazorat qiladi. Shuningdek, bolaning holati va o'zlashtirish darajasi haqida onlayn tarzda ota-onalarga ma'lumot beradi. Batafsil muxbirimiz so'z yuritadi. Endi ota-onalar o'z farzandlarining dars jarayonlaridagi ishtirokini onlayn nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Uchqo'rg'on tumanidagi 19-umumta'lim maktab o'quvchilari Muhammad Amin No'monjonov hamda Islomjon Mahmudjonovlar tomonidan o'quvchining bilim olish darajasini baholovchi va nazorat qiluvchi aqlli parta qurilmasi ishlab chiqildi. Men 4-sinfdan boshlab robototexnika va dasturlashtirish to'garagiga qatnashaman. Bu aqlli parta loyihasi to'garak davomida tug'ildi. Bu loyihani ustozimga taklif qilib ko'rdim va ustozim rozilik bildirdi. Bu loyihani 8 oy davomida ishlab chiqdik. Bu loyihaning maqsadi o'sha mendek tengdoshlarni darsga jalb qilish va ta'lim sifatini oshirish. Robototexnika va dasturlash to'garagi rahbari Husanboy Ergashev ko'magida yaratilgan bu loyiha bolalarni o'quv mashg'ulotlariga faol jalb qilishga yordam beradi. Qolaversa, xona harorati va namligini o'lchaydi. Soat, taymer hamda elektron ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun planshet bilan jihozlangan. Bundan tashqari, stolning balandligini sozlash, Telegram bot orqali ota-onalarni aniq vaqt birligida muntazam xabardor qilish kabi 10 ga yaqin afzalliklari mavjud. Bizning partamizning afzalliklari: birinchisi, o'quvchini identifikatsiya qilish va ota-onaga SMS yuborish. Bu kartani tegizish orqali o'quvchi identifikatsiyani amalga oshiradi, keyin ota-onaga avtomatik SMS yuboradi. Ikkinchisi, o'quvchining qomatini nazorat qiladi. Bizning partamizdagi ESP kamera o'rnatilgan bo'lib, bu o'quvchining diqqatini aniqlaydi. Diqqat 100 ballik sistemada baholanadi. To'rtinchisi, agar xonada yorug'lik kamaysa, avtomatik parta ustidagi chiroq yonadi. Ko'rishingiz mumkin, parta ustidagi chiroq avtomatik yonyapti. O'quvchilar tomonidan yaratilgan ushbu ilk loyiha muqobillariga nisbatan 50% yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ixtirochilikka qadam tanlovining joriy yilgi mavsumida eng ilg'or 10 ta loyiha qatoridan joy oldi. Hozirgi kunda yoshlar qurilma foydalanuvchisining salomatligini baholash, video tasvir orqali kuzatuv imkoniyatini joriy etish, uskunani yanada takomillashtirish ustida ish olib bormoqdalar.